Nihoyat qishloqqa qaytdim. Qo'y qishloqlar bitta jo'xalat yo'rmga tezroq kelsin. Xo'p, janob, hozir aytaman. Xo'sh, tak yuklaymiz va yana bitta yuklaymiz va yana bitta 3 ta yuklasam yetadi menimcha. Da normal. Obunachilarimiz 3 ta videoni ko'rishsa ham bir kunda zerikib qolishmaydi deb o'ylayman. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men yana o'sha Jo'xa va sizlar bilgan o'sha Jo'xaman, ya'ni. Xullas do'stlar, mana ushbu Minecraft videoni 3 tasini YouTube yukladim. Albatta har bir videoda udar kontentlar bo'lgan, ya'ni udar holatlar bo'lgan. Albatta bular hammasi sizlar uchun, sizlar zerikib qolmasliklaringiz uchun. Sizlardan bitta iltimos bor faqat. Pastda ko'ryapsiz, obuna degan tugma turibdi. O'shani bitta bosing, tagida bir ikkita kanal chiqadi. Hammasiga obuna bo'ling. Hammasida udar videolar chiqadi. Men esa sizlar uchun video ishlash davom etaman. Umuman to'xtamayman deyarli, ishlayveraman. Sizlar faqat aktiv qilib beraversanglar bo'ldi. Tak yuklaymiz. Va nihoyat asosiy kanalimda 4 ming obunachi bo'libman. Bu uchun albatta sizlarga rahmat. Chunki sizlar yordamingizda 4 mingta bo'ldim. Endi maqsadim may oyigacha 50 ming obunachi to'plash. Balki undan ham oldin to'plab qo'yarman. Shuning uchun asosiy kanalimga ham obuna bo'linglar. Asosiy kanalimda Jo'xauz 75 deb qidirsanglar chiqadi. Nimaga 75 bilasizlarmi? Chunki 70-75 leganda xullas bo'ldi. Ko'p unaqangi bo'lmas gaplarni aytmay to'xtanglar. Belkuragimni nima qo'limga olib yuribman, o'zim ham bilmayman. Buni qaytarib joyiga qo'yib qo'ydi. Aytgancha bugun mer qishloqqa qaytish kerak edi. Voy, men mer edim vaqtinchalik. Bilmadim, mana bu yerni o'zimda merlik davrimda asfalt qilib olganman. Bilasizlar, bilmaysizlar, bilmayman. O'tgan qismni ko'ringlar agar ko'rmagan bo'lsanglar. Tak, ana endi merni mashinasini mana bu yerda qoldirgandim. Mer kelib bo'pti. Obbo, gapirsa kerak, menga mashinasini bu yerga olib kelib qo'yganim uchun. Hoy qishloqlar, janob mer meni so'ramadimi? Ha, so'radi, tez kelar ekansan yoniga. Mayli, hozir boraman, lekin obbo, yetmay turgandi. Merdan aniq gap eshitsam kerak, mashinasini bu yerga olib kelib qo'yganimga. Mer mashinasini sandiqqa solib saqlayotgandi. Lekin men buni mashinani chiqarib haydashga kirishdim. O'zi ham iPhone 17 rangi ko'rinishdagi. Buzib qo'ydim. To'xta. Bu yerni sozlashim kerak qaytarib. Agar qaysidir digital ko'rib qo'ygan bo'lsa, dabdala boru. Bittasi qani? Bittasi yo'q-ku. Obbo, nima qilaman endi? To'xtaylik, nimadir qilish kerak. Bitta blokni olib turib, tak mana shu yerga qo'yib qo'yim bo'ldi mana. Muhimi tushib ketmaydi. Lekin texnologiya bo'ldi. Ha, dahshat. Ana endi lekin mer yomon gapirsa kerak, bilmadim endi hozir asta boraylikchi mer yoniga qani ko'ramiz. Yo'l qayerdan edi? Yo'lni unib qo'yibman, to'xtanglar. Ha, to'g'ri ketyapman ekan. Tak, mana shu tomonda edi. Merni uyi adashmasam, adashayotgan bo'lishim mumkin. Adashmayapman, bilmadim. Tak, adashmayapman menimcha. Tak, hozir merni uyini orqasiga olib borib qo'ysam, mer ko'rmaydi, chunki mer uyini oldini qarab o'tiribdi. Tak, yomon haydash qiyin ekan bu mashinani. Tak, datchiklar yonib qolmadimi? Yo'q, normal hammasi. O'qti, hali san devor, mana ushta jurating yetdimi? Yaramas. Qo'lim sinadi, bo'lsa basharangni buzib qo'yardim. Ajitel nima gap? Janob berkapti. Endi sen ber emassan. Biz seni ber demaymiz. Dema o'sha paytgacha mer deganing yo'g'ding. Tak, mer uyda bo'lsin-da. Uyda albatta. Assalomu alaykum janob mer. Mana keldi o'zi, ko'rdingizmi? Nima deyapsan sen merga? Va alaykum Jo'xa, yaxshimisan? Ha, yaxshi, rahmat. Nima mashinam olib chiqib ketib haydading? Mashinam sandiqda turgandiku. Ha, keyin yo'llarni ham asfalt qildi sizdan so'ramasdan. Korotchi kelishib olinglar, men ketdim, ishlarim bor, ishlarni qilib kelay. Keyin qishloqda ko'p o'zgarishlar qilgan, hammasi uchun javob beradi sizga. Javob oling hammasiga. Bo'ldi, sen boraver tezroq. Mayli, janob ber, men ketdim, yaxshi o'tiring. Nima deb yomonladi meni sizga? Nima mashinam chiqarib ketdi deyapman men senga. To'g'risini aytsam, sandiqda turgan ekan, biroz haydagim keldi, o'shaning uchun haydab chiqib ketdim. Bunaqa bo'lmaydi odam degani. Nima so'ramasdan haydaysan? So'rash kerak edi. Qanday so'raysiz? Yo'q edisiz-ku. Yo'q, bo'lsangiz qanday so'rashim mumkin? Telefon qilsang bo'lardi-ku, telefoning bor. Yo'q, telefonim yo'q, men telefon olishim kerak yangi. Unda telefon olib beraman senga. Ha, bo'ldi. Kechirasiz, lekin mashinangizda to'g'risini aytsam haydagim kelgandi. Yo'llarga keladigan bo'lsak, yo'llar rasvo bo'lib yotibdi. O'shaning uchun biroz chiroylashtirib chiqdim. Ha, yo'llarni chiroylashtiribsan, lekin nimaga aynan uyingni oldini chiroylashtirding? Uyimni oldi asfalt bo'lmaganidan keyin faqat uyimni oldi qolgan ekan. O'shaning uchun faqat uyimni oldini asfalt qildim. Ha, tushunarli, lekin bu ishlaring seni ayb hisoblanadi. Shuning uchun aybingni yuvish uchun endi menga yordam berasan bitta ishda. Qanaqa ishda? O'sha mashinamni bilasan, sandiqqa joylab qo'ygandim. Endi o'sha mashina uchun garaj qurish kerak. Garaj qurib ber. Obbo, endi bunaqa emas-da janob mer. Sizni mashinangizni bitta chiqarib haydab keldim deganman. Sizga endi xizmat qilaman yoki mashina quraman, nima dedim? Mashina uchun garaj quraman deganim emas-ku.
Bu senga jarima, tushundingmi? Sen hali hosilingni solig'ini ham to'laganing yo'q, esingdami? Mayli unda, xo'p, unda soliqni olib kelay, keyin ko'ramiz qolganini. Garaj qursam quraman, qurmasligim ham mumkin. Obbo! Kelishini bilardim, esimga kelmaganini qaranglar. Oldinroq esimga kelganga mashinasini olib borib joyiga qo'yib qo'ygan bo'lardim. Mayli, nima ham derdim, hozir hosillarni yig'ishtirib, soliqni olib borib beray. Soliqni to'lamasam bo'lmaydi, chunki o'zi shundoq ham asabi buzilib turibdi. Janob mer telefonimni yashirib qo'ydi. Telefonim yo'q dedim-u. Agar ko'rib qoladigan bo'lsa, telefoning bor ekan, kuni men telefon so'ramading deydi. Qishloqdan haydab yuborar, keyin 10-qishloqqa qaytib ketamanmi yoki shaharga ko'chib ketaman, bilmadim unisini, to'g'risini aytsam. Xo'sh, yangi qishloq topolganimda yaxshi bo'lardi. Ya'ni 13 dan 97 dan boshqa 100-qishloq topolsam bu yerdan juda ham zo'r bo'lardi. Lekin qayerdan topolmaymizni bilmadim. Aytgancha bizda Strong Team degan jamoamiz bor. Bilasizlar, bilmaysizlar bilmayman. O'sha jamoamizdagi qishlog'imiz bor. O'sha qishloqqa ko'chib boraymi? Davayt kommentariy yozinglarchi. Ha, ko'chib bor desanglar ko'chib boraman. U qishloq ham deb bo'lmaydi, shaharga o'xshaydi. Chunki uylar juda zamonaviy tarzda qurilgan. Короче, ko'rsataman sizlarga bir kun o'sha qishloqda polностью yashab nimalar borligini ko'rsatishim mumkin. Albatta faqat bu uchun sizlar kommentariyaga yozishinglar kerak. Ko'rsat yoki bor o'sha qishloqqa deb turib, keyin borib ko'rsataman sizlarga. Lekin dahshat qishloq, to'g'risini aytsam sizlarga ko'rsataman o'shani. Xo'p, okey, kartoshka, sabzilar nima keydi hozir? Keyin borib mer uchun garaj qurish kerak. Mer uchun emas, merning mashinasi uchun. Mer uchun garaj qurganimni qayerda ko'rgansizlar? Mer uchun garaj ham qurib bo'larmikan? Tak. Garajni nimadan qursam ekan? Daraxtdan qursam osonroq bo'ladi. Mayli, daraxtdan quraylikchi. Lekin toshdan, ayrim joylarni toshdan qilsam yaxshiroq bo'ladi. Tosh ham olib, kirkani ham olib, tosh olib kelish uchun. Tosh juda uzoqda emas. Merning uyini yonida, daraxt ham, tosh ham merning uyini yonida. Tak, qayerga ketyapman? Merning uyi mana bu yerda edi-ku. Avval soliqni beramiz, keyin kelib garajni quramiz. Tak. Hamma qishloq mana shu yerda to'planib olgan. Sanlar uying bor yo'q? Ana ketib yubordi bittasi, gapim tegib ketib. Qochib tur, men yoniga kelganman. Nima urasan? Hozir yerga aytib beraman, mashinani buzadi. Unaqa menga katta gapirib, xo'pmi? Janob mer, men soliqlarni olib keldim. Ha, kiritib qo'y joyiga. Mayli, hozir kiritib qo'yganman. Tak, joyi qayerda edi? Joyi albatta joyida bo'ladi. Tak, qo'yamiz. Bo'ldi janob mer, hozir garaj quraman va mendan hech qanaqangi jarima yoki boshqa narsalar bo'lmaydimi? Yo'q, bo'ldi, garajni qur, tamom. Aha, bo'ldi janob. Addushi bashiringizni o'pardim-u, bashiringiz sal chang bo'lganga o'xshaydi. Xo'sh. Endi mana bu yerni to'g'rilab chiqish kerak. Yerni tosh qilish shu dachikni o'chirgandim men. Men ko'rdim, dachik yonib qoldimi, yo'qmi deb ko'rdim. O'shanda yonib qolmagan. Endi yonib qolgan, ko'ryapsizlarmi endi? Mana bo'ldi o'shdi. Stop. Nima? Sani deb bo'ldi. Qoch, asabimga tegma. Men ham asabimga tegma. Senda asab bormi? Basharangga yom senlarni. Tak, bor toshib kelaydi. Tosh ham kerak emas. Ustini yopay bo'ldi. Tagini bu yerda uzoqroqdan olish kerak, chunki ekologiya degan narsa bor, o'shani asrash kerak. Va bitta daraxt mo'nlar havoda qolib ketibdi, fizika qonunlarini buzib, o'shani men hozir to'g'rilayman, qonunlarini, fizikani. Tak, yoshligimdan fizika o'qiganman, chunki Nyutonning qonunlarini o'rganganman. Nyutonning asosiy qonuni bor, bilasizlar, Nyutonning 4-qonuni, butun olam tortish qonuni. Buni bilganlar biladi, bilmaganlar bilmaydi. Buni bilish uchun avval sizlar 8-sinfga o'qishinglar kerak. Chunki yo 8 ga 9 ga adashmasam 9 ga bo'lsa kerak. Butun olam tortish qonuni qaysi sinf kitobida yozilgan? Davayt kommentariy yozinglar biladiganlar. Men qoidasini bilaman, ya'ni ikki jismning o'zaro tortish kuchi ular orasidagi masofaning kvadratiga hamda ularning massalar ko'paytmasiga to'g'ri proporsional. Va masala qochib tur, asabimni buzma. Nimaga qochib turishim kerak? Endi sen bir qoidani ayta olmaganing men aytmayman. Ayta olmayapsanmi? Yo'q, ayta olmayman, eshitib tur. Ikki jismning o'zaro tortish kuchi ularning massalari ko'paytmasiga to'g'ri proporsional va ular orasidagi masofaning kvadratiga teskari proporsional. Wow, fizikmisan? Ha, fizikman. Молодец, qo'yil. Deyishimiz kerak edimi? Tura qol demaymiz senga, chunki sen loqsan. Voy, basharalaring ayog'im. Bor, asabni tegib gap qo'shma menga hamma. Yo'qol bu yerdan. Surxonmang bu yerdan. Tak, men xafa qildinglar. Bo'pti, bor, uzoqda o'ynash. Qo'sh dedim men senga. Tak, okey, garajimni qulay tezroq. Bular asabimni yomon buzyapti. Ko'ryapsizlarmi? Men bular yomon gapirgim kelmayapti. Bularni o'zi menga yomon gapirishimga to'g'ri kelyapti. Bular o'zi menga yomon gapiryapti. Bularni janob mer chaqimchilik qilib aytib ham bera olmayman, chunki bularni o'zi merga aytib berib qo'yibdi meni oldindan. Tak, ustini yopsam bo'ldi, chunki mashina oldi tomondan ham orqa tomondan ham chiqish kerak. Oldi orqasini yopishim shart emas.
Tak, endi bu yerni mana bunaqa qilib chiqish kerak. Yaxshisi shaharga ko'chib ketaman. Bu qishloqda aniq yashamayman, chunki qishloqda yashasam har qanday problemalar vujudga kelyapti. Bu problemalarni hal qilaman deb bosh og'riq bo'lib ketyapman. Mana hozir jitellar ayniqsa yomon asabimni buzyapti. Shaharda ham bunaqangi bir ikkita jitellar bo'lsa, u shaharlik qolmaydi shaharni. Bir ikkita bor. Oy, suvga tushdim yaxshi. Bir ikkita daraxt yetmay qoldi. Atiga ikkitami yoki uchta yetmadi adashmasam. Uchta daraxt olib kelish kerak. Tak, kichkina birorta daraxtni kesay, lekin kichkina daraxtni kesish yaxshi emas-ku, lekin iloj yo'q, chunki kichkina daraxt kerak bo'lyapti menga hozircha. Katta daraxt kessam ortib qoladi-da. O'shaning uchun kichkina daraxtni kesish kerak. Endi kechasi bo'lsa ham ishlayman, chunki mer mani vobshe urishib bergan, o'shaning uchun urishib berganini admin qilish maqsadida uni aytganini qilishim kerak. Xo'p, tak 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 raketa ketyum tak tak. Okey, hammasini taxtaga aylantiramiz va bu yerga qo'yib chiqamiz. Bo'ldi, mana oxirgisi. Okey. Menimcha bundan zo'ri o'zi zo'r bo'lib ketadi. Bundan zo'r bo'lmaydi ham. Tak, 2, 3, 4 yetmay qoldi. Baribir yetmas ekan. Bo'pti, korоче, erta qilaman qolganini. Ketdim bor. Uxlavermasam bo'lmaydi. Juda ham kech bo'lib ketdi.